Buxoro arkining darvozasida 3000 yildan beri yuvilmaydigan qon dog'i borligini bilasizmi? Bu qon qaysi buyuk shaxsga tegishli edi? Firdavsiyning shohnomasiga ko'ra, qadimiy Eron shohi Qaykovusning Siyovush ismli beqiyos kelishgan o'g'li bor edi. Ammo lekin uning bu go'zalligi o'z boshiga balo bo'ldi. O'z o'gay onasi Malika Sudobaning shahzodaga ishqi tushadi. Ammo pokiza Siyovush bu buzuqlikni qat'iy rad etadi. Bunga chiday olmagan ayol shohga yig'lab, shahzodaga mudhish tuhmat qiladi. O'z otasining shubhasini va saroydagi iflos o'yinlarni ko'rgan Siyovush qattiq eziladi. Bu isnodda yashagandan ko'ra do'zaxda yonganim yaxshi deb nola qiladi u. Bu adolatsizlikdan qochib, toju taxtidan voz kechadi va butunlay Eronni tark etib, o'zining asriy dushmani Turon xoqoni Afrosiyob huzuriga bosh olib ketadi. Siyovush o'z dushmani Afrosiyob bilan tarixiy sulh tuzib, unga kuyov bo'ladi va qudratli Buxoro arkini qat rostlatadi. Ammo saroydagi bir hasadgo'yning ig'vosi butun tarixni qonga bo'ladi. Shahzodani orqadan pichoqlagan bu xiyonatkor kim edi? Batafsil ikkinchi qismda yoritib beramiz. Bizga obuna bo'ling va kuting.